Sizlardan yordam kerak, menga maslahat so'ramoqchiman. Assalomu alaykum hammaga, hamma tinch, omonmi? Xonadonlaringiz tinchmi? Farzandlaringiz sog'mi? Men mana bu mashina meniki, xo'jayinim sovg'a qilgan. 4-qizimni tuqqanimdan keyin mana shu mashinani sovg'a qildi. Qizlarim bilan qiynalmagin, nima yumushing bo'lsa mana shu mashinada bajarasan deb sovg'a qildi. Buni ancha haydadim. Yaxshi, juda ham yaxshi mashina, juda ham yaxshi ko'raman mashinamni. 98-yil chiqarilgan. Pitiyorka. Xullas, sizlardan yordam. Meni kamida 100 ta odam va 1000 tadan oshiq odamlar ham kuzatadi. Balki bu videoyim ko'p odamlar kuzatar. O'sha odamlarning orasida menga yordam beradigan, maslahat beradigan usta akalar chiqib qoladi degan umiddaman. Chiqadi, chunki YouTube auditoriyasi juda ham katta. Xullas, mana shu mashinamni 2 oydan beri haydamayapman, chunki nimagadir yurmayapti, buzildi. Oxirgi marta haydab keldim va mana shu joyga qo'yganimdan keyin xo'jayinim yangi mashina oldi. O'sha yangi mashinani orqada turardi. Shu bilan buni haydamasdan yangi mashinani haydadik. 2 oy yangi mashinada yurdik. Xullas, buni yangi mashina olgandan keyin 2 haftalardan keyin haydadim. Haydasam zavat bo'lmadi, tushunmadik nimaga. Hamma tomoni yaxshi edi, yaxshi yurib keldi. Ozgincha problemasi bor edi, qayerdir teshilgan ichi. Bilmadim, usta akalar tushunadi. Uni ham usta yamab qo'ygandi. Lekin u faqat ovoz chiqarardi. Yamagandan keyin yaxshi bo'lib qoldi. Xullas, mana shu mashina nimaga buzildi? Usta akalarimizdan menga maslahat kerak. Yurib turgan mashina nima uchun buziladi? Turgan 2 hafta, 3 hafta, uzog'i bilan 3 hafta turdi. Nimaga bunaqa zavat bo'lmay qoldi? Buni tortib o'zimizni qishlog'imizdagi usta akalarga olib bordi. Bular akkumulyatordanmi deb akkumulyatorni yangi qilib almashtirdi. Yo'q, akkumulyator qo'shsa ham bu zavat bo'lmadi. Chiroqlari yonyapti. Zavat bo'lay deyapti, lekin kuchi yetmayapti. Nimadir xalal beryapti. Men endi ayol kishiman, tushunmadim. Xullas, nimadir yetishmayapti bu mashinamga, lekin hamma narsasi joyida. Juda ham baquvvat. Zo'r mashina. 98-yil chiqqan, lekin juda ham hali baquvvat. Motorlari baquvvat. Ko'p yurmagan. Kilometri kam dedi xo'jayinim. Xo'jayinim o'zi ham qora BMW mashina olgan. U voshcha cho'tki yuradi. Lekin yangi mashina olamiz deb bu eski mashinamiz yurmay qoldi. Shunga nima sababdan ekan deb o'ylab qoldim. Xo'jayinim Rossiyaga ketgan. Biroz pul yig'gandan keyin bu mashinamizni albatta ustaga olib borib ko'rsatamiz. Uning uchun juda ham uzoqqa borish kerak, shaharga borish kerak, biz esa qishloqdan. Shuning uchun nima deysizlar usta akalar, buni boshqa mashin bilan tortib bo'ladimi? Motorga ziyon emasmi? Ba'zilar ziyon motorga deydi. Ustalar uygacha kelmasa. Xullas, nima sababdan bunday buzildi? Mana mashinamizning sostoyaniyasi mana shunaqa. Tashqi ko'rinishi tarang, juda ham zo'r mashina. Ichi ham zo'r. Zapchaslari ichi ham zo'r mana. O Kalisan, kimdan qochyapsan? Kimdan qochib kelyapsan sen? Kaka bo'lasan? Kim qo'yapti seni? Akami? Bubuti? Mana akalar, meni ko'rib turgan usta akalar. Xullas, buni bitta problemasini topish kerak. Nima uchun zavat bo'lmay qoldi? Akkumulyator qo'ysa ham zavat bo'lmay qoldi bu. Mana shu qo'ygan joyimda turibdi hozir. Past 2 oydan beri mana shunaqa turibdi. O't bosib ham ketgan bechora mashinam. Yurmayapti. Yurganda qanaqa zo'r bo'lardi. Ancha ishim yengillashadi. Ko'p ishlarim qolib ketyapti bu mashinasiz.